Alaykum assalom. Zuhriddin tuzim sog' o'g'lim. Tani joning sog'mi? Rahmat o'g'lim. Niyatlaringga yetinglar ilohim. Xursandman bolam, xursandman. Men baxtli onaman. Juda ham baxtli onaman. Shundaqa bir-biridan pahlavon, bir-biridan mehribon o'g'illarni berganiga Allohga shukronalar aytaman. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglima orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Vodiy savdosi kanalining Musofirning onasi loyihasini kuzatuvchilari, barchangizga sog'lik, salomatlik. Siz Vodiy savdosi kanalining Musofirning onasi loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugun bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Xullas bizning obunachimiz Zuhriddinjon akamning onajonisining tug'ilgan kunlari bo'lyapti. Adashmasam 50 yoshga to'lyaptilar. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. Shu munosabat bilan albatta akamiz obunachimiz iltimos qilganda Zuhriddinjon akam onajonimni va oila a'zolarimni xursand qilib keling degandilar. Biz akamning xonadoniga yetib keldik, kirib oila a'zolarini xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'rib, bitta-bittadan laykni bosib qo'yasizlar va ekrandagi raqamlarga murojaat qilasiz. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Demak, ketdik. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Onajon, biz Qo'qondan kelyapmiz. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Musofirning onasi degan loyihamiz bor. Zuhriddinjon akam, o'g'lingiz iltimos qilgandi. Men onamni adashmasam 50 yoshga to'lyapsiz. 100 yoshlarni qarshi oling. Men onajonimning tug'ilgan kuni men o'zim bora olmayapman. Shuning uchun meni nomimdan borib onajonimni tabriklab kelinglar deganliklari uchun bugun biz Zuhriddinjon olib kelyapmiz. Mana bu gul farzandingiz nomidan qabul qilasiz. Salomat bo'ling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hamma jamuljon bayram bo'lib ketibdi bu yoqqa, katta bayram bo'lib. Yaxshi, sog' bo'ling. Xursandmisiz ona? Siz xursandmisiz? Biror kim aytganmidilar? Aytib qo'yishdimi? Juda yaxshi. Onajon, endi nima deydi, sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi, asosiysi farzandlarning ota-onasiga bo'lgan e'tibori. Xudo xolasa farzandingiz o'z chet elda bo'lib turib, sizni mana shu onajonimni tug'ilgan kuni o'zim ishtirok eta olmayotgan bo'lsam ham borib tabriklab keling deyishni o'zi sizlar uchun katta baxt. Bunday o'ylab qaraganda, sog' bo'ling. Sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi. Onajon, rahmat. Mana bunda sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi. Xudo xolasa hojilarga borish nasib qilsin ilohim. Amakim bilan birgalikda. Mana bunda onajon Qur'on kitobimiz bor. Qur'on kitobimiz, Zamzam suv, tasbehlarimiz bilan joy namozlari bor buni tagida. Mana shu Xudo xolasa hojiga borish boshlanishi deb tasavvur qilasiz, qabul qilasiz. Bu opalar og'irroqda, bu onam qo'lga olib qo'yasizlar. Qolaversa, akam iltimos qilgan onajonimga meni nomimdan ro'mol olib boring, bering degandilar. Iltimos qilgandi. Onajonimni, meni ham ismim Zuhriddin. Meni ham ismim Zuhriddin. Meni nomimni onajonimni boshiga o'rab qo'ying, iltimos qilgandilar. Hozir men o'zingizni o'g'lingiz Zuhriddinjon bo'lib, mana shu ro'molni sizni boshingizga o'rab qo'yaman, xudo xolasa.
Sog' bo'ling. Farzandlaringiz vaqtga omonat bo'ling onajon. Sog' bo'ling. Xursandmisiz qilib ona? Qolaversa, nima deydi? Buvalari bor ekan, Toshloqda bizda boshqacha aytilib buva deyiladi. Nima deydi? Ena deyilar ekan. Mana onamni o'zlari to'g'rida o'tiribdilar. Assalomu alaykum onajon. Qalaysiz? Nabirangiz bo'ladi Zuhriddinjon akam, ha? Juda yaxshi. Sog' bo'ling. Mana bunda onajon sizga hojir ro'molimiz bor. Qabul qilasiz. Nabirangiz nomidan. Allohu akbar, sog' bo'ling. Sog'ani katta kichigi bo'lmaydi, ona. Xursandmisiz qilib, qani onajonim tug'ilgan kun, lekin buvammi, enammi ham xursand qilib kelinglar deyishyapti. Siz ham esdan chiqmagansiz. Amakim bilan so'rashib qo'yamiz. Amaki keling. Keling endi. Assalomu alaykum. Amaki yaxshi o'tiribsizmi? Tuzumsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay qolaysiz. Onam yoniga o'tiring, amaki. O'ting. Sizga ham albatta sovg'a bor. Nima deydi? Boyaga aytgan narsam o'zi aslini olganda e'tiborni o'zi ota-onani ko'nglini ko'taradigan narsa, lekin sizga ham albatta bir yaxshi niyatda bu tasbih, qalin joy namozlarida o'g'lingiz jo'natdilar. Qabul qilasiz. Endi kattadan boshlab bunaqa qilaveramiz. Gulni bersanglar, mana bu gul akamni ayoli qanalar? Kim bo'ladilar? Siz bo'lasizmi? Bu meni qo'lim emas, Zuhriddinjon akamning qo'li. Xo'jayinimdan tasavvur qiling. Endi kelinoyisi bor ekanlar. Kim? Kelinlari ukasini ayoli bo'ladilar, men adashmasam. Assalomu alaykum kelinoyi. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Mana bu gul akangiz nomidan qabul qilasiz. Akamni bunaqasi nima ukalari bor ekanlar. Qanalar aka? Ismingiz nima siz aka? Zuhriddinjon aka. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Mana bu akangiz nomidan esdalik kabi. Sog' bo'ling. Buni qarang. Aka uka baribir boshqacha bo'ladi-da. Ukasini ham kelaman o'g'llarimga o'xshasin. Ha, havas qiladigan. Sog' bo'ling. Qani endi mana akamning qizi bormi? Akamning qizimi bu? Asal qiz, momo qiz, qalaysiz? O'ynab yuribsizmi? Sizmisiz? Ismingiz nima? Musibaxonmi? Mana qarang. Dadingiz sizga mana bu qo'g'irchoqni jo'natdilar. Mana ashula aytar ekan bu. Ana. Dadingiz jo'natdilar, ne? Ikki qo'llab oling, ikki qo'llab oling. Oling, qo'rqmang. Keyin ukasi bor ekanmi? Ismingiz Humoyinjonmidi? Keling. Qalaysiz? Yaxshisizmi? Tuzumsiz? Mana bunda sizga xudo xolasa kelajakda yaxshi bir Hasanboy Do'stmatovlarga o'xshab yaxshi sportchi bo'lgan o'zim degan bir maqsadda boks qo'lqop olib keldik. Sog' bo'ling. Endi shunaqa bir narsa borki, bizning xalqimizda yaxshi kunlarda albatta bir shirinlik bo'lsin degan bir maqsadda shirinlik olib keldik, to'rt olib keldik bunda. Jiyanlarimiz, mana bu jiyanlarimiz mazza qilib to'rt tanovul qilasizlar, ama. Oling. Qarang, Zuhriddinjon akam, men adashim undan taxminan 2 oy avval mana shu sanada meni onamni tug'ilgan kun. Boring onamni xursand qilib keling deganlar. Avvalambor yurt olam tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bitta baxtli onaga mana shunaqa o'g'illarimga o'xshagan o'g'illar nasib qilsin. Men baxtli onaman. Juda ham baxtli onaman. Shunaqa bir-biridan pahlavon, bir-biridan mehribon o'g'illarni berganiga Allohga shukronalar aytaman. Zuhriddin, hammalaringni yaxshi ko'raman, o'g'lim yaxshi ko'raman seni. Tanjoning sog' bo'lsin, omadingni bersin iloyim. Oygani hech qachon oldirmagin. Alloh hamisha o'zi panohida saqlasin. Uchala aka-uka bir-birlaringga qadrdon bo'linglar hamisha. Sizlarga duo qilib to'ralaringda o'tiraylik. Avvalo bolam, ayolim, bolam
baxtiga sog' bo'lsin. Bolalarimiz hammalari tanjonlari sog' bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin. Shunchalik uzun niyat qilib nima qilgan ekan. Rahmat. Onasini qanchalik hurmat qiladi. Olganlari oltin bo'lsin. Hammasi farzandlarim hammasi bir ajoyib boyliklar. Tanjoni sog' bo'lsin, ishlarini omadini bersin. Rahmat. Zuhriddinjon aka, assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi yana bir bor? Omonmisiz? Olyapsizlarmi? Zuhriddinjon aka, mana aka keldik, onaxonni tabrikladik, oila a'zolariga hammalari xursand. Birinchi onamga beraman, keyin hammaga beramiz. Alaykum assalom. Zuhriddin tuzimsan o'g'lim. Tanijoning sog'mi? Rahmat o'g'lim. Niyatlaringga yetinglar ilohim. Xursandman bolam, xursandman. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Ilohim aytganim kelsin. Rahmat bolam, tanjonlaring sog' bo'lsin. Alloh ko'p qatorida o'zi panohida saqlasin, sog' salomat kirib kelib olinglar bolam. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Yana o'g'illarni, qizlarni bersin bolam. Hamisha duoda bo'lib turamiz bolam. Rahmat, Allohga ming marta shukronalar qilaman sizlarda o'g'illarni berganiga bolam. Armonim yo'q, Zuhriddin, armonim yo'q. Ming marta beadad shukr. Bu meni yonimda ko'rsatib ko'rarmidingiz? O'sha. Rahmat bolam. Kelajonimizga ham beraylik a. Rahmat, rosa xursand bo'ldim o'g'lim, rahmat. Bundan ortiq baxt yo'q menga. Ana, duo qiling. Duo qiling. Voy asal qizlarim. Men Zuhriddinjon akam aytdi, meni esimdan chiqib qolibdi-da. Sizga aytga chiqib marizni olib beraman. Shu aytish bilasizmi? Aytib beraman, tog'angiz qo'rqdi. Ona faqat bolam deydi, o'tirsa ham tursa ham. Ona faqat bolam deydi, qolsa ham. Zor bo'lsa-da Yashang. Qilaylik akam o'zlari ko'radi. Mana dadingiz mana ko'rib turibdi. Rahmat sovg'aga. Rahmat. Voy yashang, mo'min. Endi
bering jonim dadam, Bismillah.